O yaqinlarim, assalomu alaykum. Tuzumsizlar, sog' salomatmisizlar? Xudo xolasa mana Buxorodan kelgan mijozimizning navbatdagi temniy siniy rangdagi labosiga furgonchamiz tayyor bo'ldi. Men sizlarga bu furgonni obzor qilib beraman. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'lib, zo'r degan tugmani bosib ketasizlar va bu video sizlarga foydali bo'ladi degan umiddaman. Qani ketdik. Jigarlarim, temniy siniy rangdagi laboga temniy siniy rangda furgon o'rnatib berdik. Bu biriga bir tushgan, farqi yo'q. Bitta ahamiyat qarataverasizlar, juda chiroyli, juda akkuratni chiqqan va bunga biz kazirok o'rnatib berganmiz. Ahamiyat qarataverasizlar. Bu asosan avtomobilingiz yengil yurish uchun yordam beradi, havoni kesib, rasxodni kamaytirib beradi. Bu ham juda mustahkam, bunga ham katta kafolati bor va avtomobil bilan furgon ulashgan joyi. Ko'rishingiz mumkin, eng sifatli germetika ishlatilgan, ochiq joyi yo'q. Va bu furgonni biz 21 mikronli qalin, eng sifatli alikafondan foydalanib yasab berganmiz. Qoshlarga keladigan bo'lsak, polniy nerjavika nikel bo'lgan, ko'rishingiz mumkin, juda chiroyli chiqqan va bu furgonni 3 eshikli qilib, yon tarafidan ham eshik ochib berganmiz, ko'rishingiz mumkin. Mana juda sifatli, juda akkuratni chiqqan. Bu rezinasi turetskiy rezina bo'ladi. Issiqqa ham, sovuqqa ham chidamli, qotib, so'chi sinib ketmaydi. Bunga ham kafolati bor. Va zamokga keladigan bo'lsak, bu o'zimiz ishlab chiqaradigan zamok. Bunga ham katta kafolat beramiz. Bu eshik uchun ilmoqcha. Ahamiyat qarataverasizlar. Bu eshikni ushlab turadi. So'chi chiqib qoladigan yuk yo boshqa narsa ortsangiz mana eshik hech qayerga qochib ketmaydi mana. Yoki shuni ochmoqchi bo'lsangiz, shuni ko'tarasiz, mana ochiladi. Juda chiroyli, juda akkuratni chiqqan, hamma narsa nazorat ostida. Va sandiqcha o'rnatib berganmiz. Ikki tarafiga ham juda chiroyli, akkuratni chiqqan, ko'rishingiz mumkin. Bu asosan akkumulyator va o'ziga kerakli jihozlarni solish uchun mo'ljallangan. Buni ham qalin profildan foydalanib 2 ga 2, stenkasi 1-2 profildan yasab berganmiz, ko'rishingiz mumkin. Va buni ham tashqi tarafi alikafon, burchaklari polniy nerjavika nikel va qulf kartlari mavjud. Ko'rishingiz mumkin, bemalol qulflab qo'yishinglar bo'ladi. Bu ham juda baquvvatman. Sifatiga kafolati bor. Endi orqa qismiga o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin, bu orqa qismini turishi, ikkinchi yon tarafini ham bitta ko'rsatib o'ramiz. Aylantirib. Mana, juda go'zal, juda chiroyli, juda akkuratni chiqqan. Bu ikkinchi tarafdagi sandiqchasi. Mana. Ko'rishingiz mumkin, bunga bemalol akkumulyator joylashtirib qo'yishinglar bo'ladi. Bu ham qulf kartlar bilan juda zo'r ishlangan. Va orqasiga keladigan bo'lsak, orqa eshigini ham zamoklari o'zimiz ishlab chiqargan zamoklar va tepa qismiga tarna o'rnatib berganmiz. Bu suv oqishi uchun mo'ljallangan va tepasida suv to'da bo'lib qolmaydi. Pastki qismiga zadniy duga. Bu ham polniy nerjavika nikel, ko'rishingiz mumkin. Bu juda baquvvat. Sifatiga kafolati bor. Bu faqat sizga chiroy uchun emas, bu himoya vazifasini ham bajarib beradi. Misol uchun baxtsiz hodisalar bo'lishi mumkin. Orqaga yurgan vaqt stalba yoki daraxtni ko'rmay qolishingiz mumkin. Shu vaqtda sizga juda qo'l keladi. Va buni ham eshiklarning yo'llari polniy turetskiy rezina bo'lgan. Eshiklar uchun, eshikni ushlab turish uchun ilmoqchalari mavjud. Endi ichki qismini ko'rsataman. Ko'rishingiz mumkin. Ichki qismi ham polniy alikafon. 21 mikronli, sifatiga kafolat bor. Splashnoy, bestek, uloq joyi yo'q. Ahamiyat qaratib o'rasizlar. Burchaklarga keladigan bo'lsak, eng sifatli germetika ishlatilgan va polini vanna qilib berganmiz. Poliga matviy nerjavika urilgan. Bu atsinkovka list emas, bu matviy nerjavika bo'ladi. Yo'llarni ko'tarib berganmiz. Buni ustiga misol uchun suv emas, misol uchun qon yoki loy, tuproq shunaqa narsa bo'lsa, top-toza qilib karcher bilan yoki bir satr suv bilan yuvasiz bo'ladi. Ustini karcher bilan qanday yuvsiz, ichini ham xuddi shunaqa yuvasiz. Va tungi yoritgich o'rnatib berganmiz. Bu kechqurun yuk ortganda, yuk tushirganda bemalol yoritib bera oladi. Va yonlarga ahamiyat qaratib olasizlar. Qo'ldan kelgancha hamma joyini nerjavika nikel qilib, chiroyli, akkuratni qilib berganmiz. Akalarim, mana qilib bergan ishimizni ko'rdinglar. Bu juda chiroyli, juda akkuratni chiqqan va ustalarimizning mehnatini kommentariyada 1 dan 5 gacha baholab ketinglar. Chunki bunaqa ish har kimning ham qo'ldan kelmaydi. Men gapimga javob beraman va bizning manzilimizni so'raganlar uchun manzilimiz Samarqand shahrida joylashgan va ko'pchilik so'rayapti, furgon qancha kunda tayyor bo'ladi? Akalar, vaqtingizni o'g'irlamang. Furgonni atiga mana shu furgonni 1 kun ichida tayyorlab beramiz. Aniq 1 kun belgilanadi. Ertalab mashinani olib kelib kalit topshirasiz. Kechga xursandchilikdan minib chiqib ketasiz akalar. Va kimga shunaqa
furgon, xolodilnik furgon, bortli tent, tunuka qoplash xizmatlari kerak bo'lsa, pastdagi telefon raqamlariga murojaat qilaverasizlar va musofirda yurgan aka-ukalarimiz sizlar uchun Telegram raqamlarini ham qoldiramiz. Avtofurgon to'g'ri tanlov. Sog', salomat bo'ling. Sizni kutib qolamiz.